Ko'pchilik tomonidan befarq qoldiriladigan yashirin semizlik holati mavjud bo'lib, bu oddiy semizlikdan tana vazni va massa indeksining normalligi, lekin tanada muskul va yog' nisbatida yog'ning muskulga nisbatan yuqoriroqligi bilan ajralib turadi. Buni qanday tashxislash mumkin? Odatda kompyuter va magnit rezonans tomografiya yordamida tashxislash imkoniga egamiz. Ammo bu qimmat hisoblanadi. Oddiyroq usulda bel aylanasi o'lchaladi. Ayollarda bu 80 gacha, erkaklarda 94 cm gacha bo'ladi va son aylanasi o'lchab turib, o'zaro nisbatini baholash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu yashirin semizlik nimasi bilan xavfli? Bu ham xuddi oddiy semizlik kabi qandli diabet, yurak ishemik kasalligi va yog'li gepatoz kabi turli xil boshqa kasalliklarga turtki vazifasini o'tab beradi. Bu odatda ko'proq ayollarda uchraydi va kam harakatlilik asosiy sabab bo'ladi. Ya'ni ko'proq ofisda o'tirib ishlaydigan, 3000-4000 qadamdan ortiq bosmaydigan ayol erkaklarda yashirin semizlik holati kuzatilishi mumkin. Sizda agar shunday holat bo'lsa, zudlik bilan harakat rejimi va ovqatlanish tartibini rioya qiling. Albatta endokrinolog va dietologga uchrashni unutmang. Bizni kuzatib boring.